Assalomu alaykum. Tasavvur qiling, futbol olamining eng buyuk afsonalaridan biri bo'lgan Zinedin Zidan yopiq davrada shunday fikrlarni bildirdiki, bu gaplar tasodifan bir sirli muxlis tomonidan eshitib qolingan. Siz Husanov News kanalidasiz. Bu yerda siz eng qiziqarli futbol yangiliklari, mishmishlar va muhokamalarga sabab bo'layotgan voqealar bilan tanishasiz. Videoni davom ettirishdan oldin kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Endi esa hikoyamizning eng qiziqarli qismi. Aytishlaricha, norasmiy suhbatlardan birida Zinedin Zidan zamonaviy futbol, yosh iqtidorlar va kelajak yulduzlari haqida gapirar ekan, Abduqodir Husanov nomini alohida tilga olgan. Suhbat guvohlarining so'zlariga ko'ra, Zidan Husanovning o'yindagi xotirjamligi, maydonni o'qish qobiliyati va himoyadagi intizomini juda yuqori baholagan. Sirli muxlis eshitib qolgan gaplarga ko'ra, Zidan shunday deganmish: bugungi futbolda himoyachi faqat jismoniy kuch bilan cheklanib qolmasligi kerak. U o'yinni his qilishi, vaziyatni oldindan sezishi va bosim ostida sovuqqon bo'lishi zarur. Husanovda aynan shu sifatlar ko'rinadi. U juda katta salohiyatga ega futbolchi. Ammo eng qiziq joyi bu emas. Eng ko'p muhokamaga sabab bo'lgan jumla boshqa bo'lgan. Go'yoki Zidan suhbat davomida shunday fikr bildirgan: agar men yana Real Madridga qaytadigan bo'lsam, rahbariyatdan Husanov kabi futbolchini jamoaga olib kelish masalasini jiddiy ko'rib chiqishni so'rardim. Bunday himoyachilar har doim topilavermaydi. Albatta, bu gaplar rasmiy intervyuda emas, balki norasmiy muhitda aytilgani sababli voqea tezda mishmish va taxminlarga boy mavzuga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar bu xabarni qizg'in muhokama qilmoqda. Kimdir bunga ishonadi, kimdir esa shunchaki chiroyli futbol afsonasi deb qabul qilmoqda. Ammo bitta narsa aniq: Abduqodir Husanov nomi tobora katta futbol doiralarida ko'proq tilga olinmoqda. Ehtimol bu shunchaki mishmishdir, balki unda haqiqat uchqunlari ham bordir. Futbol olamida bunday sirli hikoyalar har doim qiziqish uyg'otgan. Shu bilan bugungi voqeamiz yakuniga yetadi. Husanov News bilan qoling. Oldinda sizni yana ko'plab qiziqarli yangiliklar va futbol olamidagi eng so'nggi gap-so'zlar kutmoqda. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.